Hurmatli teletomoshabinlar, Iste'dod sahifasini birgalikda tomosha qildik. Hali bizda sahifalar juda ham bisyor. Xuddi shunaqa ketma-ketlikka qaraydigan bo'lsam, mayli siz uchun savol berar ekanman. Xo'sh. U savol yozilmagan, sizni ssenariyda savollar bor ekan. Xo'p. Hali savolni ssenariyga kiritmaymiz-ku. Marhamat. Oltinning oq ranglisini ko'rganmisiz? Oltinning oq ranglisi. Bu shunda alyuminiymi? Ammo oltinning oq ranglisini ko'rmagansiz, ha? Ya hozir meni javobim shunda noto'g'rimi? Ha, noto'g'ri. Unda bilmas ekanman. Shahar berdim. Javobi men aytadigan narsa ham o'zi aslida metall emas, bu pilla. Ha, bo'ldi. Tasviriy ifoda bilan sizga aytmoqchi bo'ldim, lekin baribir metallni tutib oldingiz. Ya endi siz oq oltin deganligingizga men o'sha qimmatbaho metallardan biri sifatida xabarim keldi. Ha, pilla. Umuman olib qaraganda, pillachilik bugun mamlakatimizda ham anchagina rivoj topib bormoqda. Birgina Shofirkon tuman misolida olib qaraydigan bo'lsak, bir necha kun ilgari ushbu tumanda bo'lganimda ham aynan pillachilik anchagina rivojlanib borayotganligini, buni ketidan esa xalqimiz yaxshigina mo'bangina xonadoniga, ro'zg'origa daromad olib kirayotganligining guvohi bo'lyapmiz. Xuddi siz kabi hamkasbimiz ham navbatdagi sahifada pillachilik borasida fikrlar yuritadilar. Undan olinayotgan daromadlar, umuman ro'zg'orga, oilaga kelayotgan foyda, nafaqat ro'zg'orga, chindan ham mamlakatimizga birgina pilla orqali qancha foyda kelyapti, kiyadigan kiyimlarimizdan tortib iste'mol mahsulotlarigacha pillaning o'rni benihoyat yuksak. Demak, navbatdagi sahifani birgalikda tomosha qilamiz. Baxtiyor Salomov ijodkor tomonidan tayyorlangan sahifa siz uchun. Buxoro viloyatida ipak qurti parvarishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayni kunlarda zarbdor pilla 2025 haftaligi davom etmoqda. Bu borada xotin-qizlar faol ishtirok etayotgani tahsinga loyiq. Ayniqsa chekka hududlarda yashovchi ayollarimizning fidokorona mehnati, pillachilikka bo'lgan mehr va e'tibori ko'pchilikka o'rnak bo'layapti. 20 yildan ko'proq oilaviy pillachilik bilan shug'ullanib kelayotgan tajribali oila vakillari bugun o'z tavsiya va maslahatlari bilan bo'lishdilar. Men buni 8 yildan beri olyapman. Har yil Allohga shukr 2-3 barobar qilib topshiryapmiz. Qaynotam, qaynonamlar boqib kelgani uchun avloddan avlodga o'tib kelyapti. O'zimni kasbimni ham tashlab shunga o'tib ketdim. Qo'shnilarimiz, amaki-vachcha, qaynonamlar birgalikda boqyapmiz shularni. Kirmakchalarni bor-ku, xuddi o'zim bo'lamda, yaxshi ko'raman. Tasvirlab bera olmayman. Har bir unaqa soniya bilan oldiga o'tiramiz. Kechasi kecha, kunduzi kunduz bilan parvarishlaymiz bolachadayda. Umuman bir nima sekin chegarasi yo'qda ta'riflashni. Ana men 8 haftaga 270 kilo topshirishim kerak. 270 kilo, men уже 340 kilo topshirib keldim. Yana bu yerdan 200 kilo, 300 kilo mo'ljallayapman. Allohga shukr, buni orqasidan keladigan daromadlarimiz, to'ylarimizga, mashina oldik, cherik. O'shanga ham qo'shimchasi tegdi. Allohga shukr. Pillachilikdan olingan daromad oila budjetini mustahkamlash, bandlikni ta'minlash bilan birga ayni paytda xalq hunarmandchiligi an'analarini saqlab qolishda muhim hisoblanadi. Shu jihatdan zarbdor pilla 2025 haftaligi pillachilik sohasining rivoji uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochuvchi muhim bosqich bo'lib xizmat qilmoqda. Faol pillakorlarning boy tajribasi esa yangi boshlayotgan pillakorlar uchun muhim amaliy qo'llanma hisoblanadi.